Assalomu alaykum. Hurmatli tadbirkorlar, bankimiz mijozlari. Bugun shu prezidentimiz topshirig'i asosida bankimiz mijozlari va tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz. Uchrashuvdan maqsad bankimizni yangi produktlarini tanishtirish, daromadga olib chiqish, aholimizni ishsiz aholini ish bilan ta'minlashdan iborat. Bugungi kunda bankimiz tomonidan quyidagicha kredit turlari mavjud. Mahalla loyihasi 50 million so'mgacha beriladi. O'zini o'zi band qilgan mijozlarga, tadbirkorlik qilish istagini bildirganlarga 25% dan ayol kishilarga 2% imtiyozi bor. 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz bilan ajratiladi. 17 millionlik kreditimiz bor. Biznesga ko'mak yo'nalishida bu ham shu 25%, ayollarga 2% imtiyozi bor. 4 yil muddatga 1 yil imtiyozi bilan. 312 sonli qarorimiz bor. Tuman toifasi ikkinchi beriladi. 21% dan ayollarga 19%, 2% imtiyozi bor. 7 yil muddatga 3 yil imtiyoz bilan ajratiladi. Kim tadbirkorlik qilish istagini bildirsa, bizlarga faoliyatni yurishtirib va faoliyatni to'xtatib qolib mablag' tomonidan yordam kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizlar murojaatni ko'rib chiqib, 3 kunida qabul qilamiz. Kimda shu bo'yicha savol bo'layotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Foizi qancha? Foizi 21%. Agar ayol kishi, ta'sischisi ayol kishi, yo'lmasa rahbar ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, 19%. Ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, hamma sohasini ko'rib chiqamiz. Agar savollaringiz bo'lsa, katta rahmat.